Bugun Uborka bahonasida sizlarga pilisoslarimni obzorini qilib berishga qaror qildim. Bekorga bir tarafga 3 ta har xil markadagi pilisoslarni, ikkinchi tarafga Robaklinni qo'yganim yo'q. Bu pilisoslar ham Dyson Philipsdagi brendoviy pilisoslar. Shu 3 ta pilisos bilan bitta Robaklinni tarozga qo'ysak, Robaklinni pallasi og'ir tortib ketadi. Bu albatta vazn emas, ish qilish tarafini hisobga olganda aytmoqman. Dyson va Philipsning kamchilik taraflari qizuv bo'lsa, istoriyada ko'rib olganimga 8 oy bo'ldi. Shu pilisosni olganimdan keyin pilisosga yolchidim desam ham bo'ladi. Pilisoslarga o'xshamaydi. Bu changni yutib, ichidagi suvga yog'ib oladi. Siz ko'ringan xonadan chiqqan kirni videoda ham ko'rishingiz mumkin. Bu pilisos faqatgina yerdagi changdan emas, havodagi changlarni ham tortadigan funksiyasi bor. Ko'rsatish uchun atilabdan hovlidan turpoq yig'ib kirdim. Videoda ko'ryapsizlar, shuncha changi yutib yuboryapti. Aytgancha, changga allergiyasi borlar uchun yoki uyida menga o'xshab mushuk boqadiganlar uchun ayni kerak moslama. Endi gilamlaringizni moykaga berish ham hojati yo'q. Mo'yshi nasotkasida bemalol gilamlaringizni tozalab chiqasiz. Undan tashqari polni yuvadigan, matraslarni qoqib changini tortib oladigan, yumshoq mebellarni yuvadigan nasotkalari ham bor. Komplektida shampun va konditsionerlarni ham topsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kovralardagi dog'larim ham ketdi. Menga o'xshab uyini tozaligiga alohida e'tibor beradiganlar uchun aynan shu pilisosni tavsiya qilaman.